Turkiya safaringizni Turkiyaga borib bayrog'imiz ko'tarib Qiziltepani deb. Qiyinchiliklar ham ozgina bo'ldi baribir. Bugun kun bilan tabriklaydigan insonlar diqqatiga 24-avgust. G'ijduvon shashlik degan nom bor. Olot somsa degan narsa bor misol uchun. Misol uchun Olot degan tuman borligini ko'pchilik bilmasligi ham mumkin, lekin Olot somsani biladi. Biz ham arzimizda qaysidir taomimiz bilan yo nima bilandir nom chiqarishimiz. Biz qozon 2 asr oldin tayyorlangan. 2 asrlik o'rtoqlar, 2 asrlik qozonda Ozod aka hali ham osh pishiradi. Shu tarixga qo'shilaman desangiz, borib seshanba, payshanba kunlari oshlardan yeb ko'rishlaringiz mumkin. Zaten o'zimiz ham bordik, gapsiz bo'lishi mumkin emas. Shu narsani ham o'zi aytib ketaylik. Misga tayyorlangan ovqatni inson organizmiga juda katta foydasi bor. Osh sofi o'zi birinchi Buxorodan chiqqan. Bu ham Buxorodan chiqqani sababi ham o'sha menimcha taxminim bo'yicha shu Amir Olimxonga yetib keladi-yu. Reklama qilyapsiz, taomimiz zo'r bo'lsa kelinsiz qoladi. Agar yaxshi bo'lmasa, u baribir bir marta keldi, ikkinchi marta kelmaydi. Qiziltepa shashlik samsa degan agar kimdir o'zini oshxonasiga shunaqa menyusiga qo'shmoqchi bo'lsa agarda, balki sizga chiqib ruxsat so'rash kerakdir yoki so'rash kerak emasdir. Qanaqa fikrdasiz shu narsaga? Ilohim, boshlagan ishlarimiz xayrli qilgin, Xudoy mehri bu. Hammamiz yuzimiz yorug' qilsin. Allohu akbar. Bismillah. Ozod aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisizlar? Sog' salomatmi? Charchaymizlarmi? Rahmat, Xudoga aka, biz o'zi Qiziltepa bugun kanalini bugun 17-oktyabr 1 yillik bo'lgan kunida bugun tabriklaymiz. 1 yosh bilan. Shunaqa bir kunda siz bilan birinchi shunaqa katta intervyu olamiz. Shunga rozilik berganingiz uchun kattakon rahmat aka. Rahmat, sizlarga shukr. Bu intervyumiz qo'ldan kelgancha shu o'zimizni insonlarga tushunarli bo'lishi uchun televideniya shaklida, misol uchun sen men emas, imkon qadar shu o'zimiz shevaga qaror chaqqanicha chiroyli qilib olishga harakat qilamiz. Xo'p. Qalaysiz aka o'zi? Yaxshi, rahmat, Xudoga shukr. Bugungi kunda shu nimalar bilan bandsiz? Nima bo'lyapti o'zi? Ijodimiz shu azovotimizga osh pishirish bilan-da. Seshanba, payshanba oshimiz pishiramiz, Xudoga shukr. Qolgan vaqt xalq xizmatiga. Sizni ko'p kuzatamiz, shu ijtimoiy tarmoqlarda juda ham faolsiz, ko'z tegmasin. Menimcha shu Qiziltepada shu shaxsiy sahifasini yurg'izadigan, Instagramga ko'rsatadigan bitta oshpaz siz bo'lsangiz kerak. Yo, yana bormi? Menimcha yo'q. Men ko'rganim yo'q. Chunki endi mana boshlanyapti, lekin hali emas. Hali birinchi men bo'ldim. Ayniqsa shu sizni faol kuzatdik. Turkiya safaringizni Turkiyaga borib bayrog'imiz ko'tarib Qiziltepani deb ozgina taassurotlardan gapirib bering endi. Imkon qadar agar iloji bo'lsa boshidan gapirib bersangiz, bu qanaqa bo'ldi, kim sizga taklif bilan chiqdi, boshidan gapirib bersangiz, menimcha hali hech qaysi joyda bu narsani aytib bermadi. Yo'q hali. Boshidan chiroyli qilib aytib bersangiz. Turkiyami? Turkiya shu Qiziltepada yaqinroq joyda osh pishirib o'tiribman, G'ardiyonda adashmasam. Telefon bo'lyapti, bir yaxshi ukamiz. Aka, xizmat safari bilan Turkiya borasizmi? Nimaga osh pishirishga sizga zakaz bo'lyapti? Bitta sizni kuzatuvchingiz mendan so'rab ber, agar kelsa agar o'shani olib kelmoqchiman degani uchun. Shundan keyin xullas menga farq yo'q dedim. Hamma narsangiz bormi? Mening hamma narsam bor, qizil pasportim bor. Shundan boshlandi. Telefon qildi, o'sha kuni o'ziga gaplashib oldik, o'sha turk o'g'aynimiz bilan shu Instagramdan kuzatib borar ekanlar. O'zlari mana shu Qiziltepaga mana bir Jobir aka unaqa ishxonalariga tomchilash, sug'orish unaqa sistemasi, shunaqa zavodni, fabrikani ishlab chiqarish zavodini direktori xullas. O'sha kishi telefon qilib, mana shunaqa ochilish marosimi qilamiz, sizni she'ra taklif qilsak bo'ladimi? Bo'ladi deb keyin shu bilan hamma ishimiz anavi qilib xullas Turkiyaga ketaverdik-da. Chiroyli bo'ldi, imkon qadar kuzatdik biz. Juda. Lekin qiyinchiliklar ham ozgina bo'ldi baribir. Sababi birinchi marta chetga chiqishim edi. Buni chetga emas, Turkiyaga borishim birinchi marta edi-da.
birinchi marta edi. Turkiya o'zgacha shahar ekan, menga yo'qdi to'g'risi. Bir umrlik orzuyim edi, Turkiya borish. To'g'risi, Turkiyani juda yaxshi ko'rardim-da, men oldin ham baribir internetlarda ko'rgansiz, boshqa qilgansiz, shu uchun baribir har bir insonni baribir shura yuragini jizatib qo'yadigan darajaga Turkiyani chiroyli deb bilaman. Qozon o'choq olib bora olmadingiz? Yo'q, uni qozon o'choqda olib bora olmaymiz. Sababi qozon o'chog'imizda o'zi bir tarixga ega, uni olib ketib bo'lmaydi. Bu haqda alohida savol bor. Mayli. Ozod aka, agar xo'p desangiz, sizni shaxsiy hayotingiz haqida bir boshdan ozgina gapirib bersangiz, nechinchi yilsiz? Misol ingliz tilida background deydi-ku, qanaqa ish faoliyatlarini yurgizgansiz, qaysi maktabda o'qigansiz? Boshidan imkon qadar edi. Xo'sh, biza tak Azod mahallasiga tug'ilganmiz. Zarmetanga 15-sonli o'rta maxsus maktabi bor. Shunga o'qib, shu yerda 42 sonlik kollejni bitqazib, o'rtacha xullas yoshligimizdan endi mehnat qilib katta bo'lganmiz. Ozgina qiyinchilik bilan, to'g'risini aytish kerak. Chunki qiyinchilik bilan katta bo'lganmiz. Boshidan o'zi shu uyda ham maktab borib qaytib kelishimizga o'sha uyda misol uchun onamlar misol uchun paxtaga ketganlar, dadam ishgalar, shunga kelib o'sha oddiy tuxumni yo bo'lmasa bir nimani pishirish o'sha vaqtlardan o'sha qiziqqanman-da yoshligimda. Oshpazlik yoshlikdan qiziqish borligi uchun balkim shu sababchi bo'lgan deb bilaman o'zimga. Nechinchi yilsiz aka? 1992-yil 24-avgustda tug'ilgan kun bilan tabriklaydigan insonlarda qolgan 24-avgust 92. Yaxshi aka. Xo'p, yoshligingiz haqida bir yaxshi agar esda qolgan bir do'stlaringiz bilan agar voqealar bo'lgan bo'lsa, bir og'iz aytib ketsangiz, agar yoshligingizda bir janjal, urush, o'xshagan narsalar bo'lgan yo'q? Janjal o'g'illar hayotda bo'ladi, unaqanisi. Janjal unchalik ko'p bo'lmagan, lekin yoshlikda baribir bo'ladi. Bitta sinfdoshim mana shu qo'limni, men bunisini tishlab, men egri qilib qo'ygani esimdan chiqmaydi, lekin hozir ham tishlab mana shuni uzib olgandi-da, janjal qilganimizga. Ismlarini hozir ham kuzatadi u baribir. Sherali ismi. Sherali aka. Barmoqdagi tegri qilgan ekansiz gapni. Aka, Ozodga shu professional oshpazlik bilan shug'ullanaman deb necha yoshingizda qaror qabul qildingiz yoki bu narsani o'z oshpazlikni kimdan o'rgangansiz, ustozlaringiz? Qancha vaqt misol uchun davomida o'rgangansiz, shogird bo'lib yurgansiz, qayerda ishlagansiz? Bu o'zi ko'pchilik kuzatuvchimiz so'radigan savolni berdi. Sababi kim mana osh pishirish bo'yicha ustozingiz kim degan savol juda ko'p o'rtaga tashalgan. Bu savolga mana shu bugun javob beramiz. Biza xullas nima desam bo'ladi? Mana jo'ralarim o'zimning atrofimdagilar aytadi-ku, sen ustoz ko'rmagan shogirdsan deb. Xuddi o'shanga o'xshagan. Endi men o'zim qaror qilganman. Barcha mana shu katta ustoz povurlarni men ustoz deb bilaman. Sababi bizani mana shu qonimizda bor. Mana shu dadamizda mana tog'alari, ya'niki bizani endi katta bobomuz katta ota avloddan katta oshpaz o'tganlar. Shu mana Toshkentda buyuk bir yaxshi oshpaz bo'lganlar-da. Shunaqa osh pishirganlarki, endi bizani yoshligimizda endi dadamiz aytib berganlar, bibimiz ko'proq aytib berganlar, o'shani akalari bo'lgan. 90 tog'a xudo rahmati, biza Toshkent bog'i deganmiz. O'sha kishi mana qachon qishloqqa kelsalar, xalqqa osh qilib berganlar. Xalq kutib o'tirgan shu bir o'sha 90 bog'ini oshlaridan yeymiz deb. Shuning uchun balkim bizning qonimizga borligi uchun ham men o'zimga misol uchun shu narsani Xudoyim taolo tarafdan berilgan deb bilaman. Chunki hozirgacha mana ustozim yo'q. Men hamma narsani sekin-astalik bilan ko'rib mana katta o'sha ustozlar oldiga borib, o'shalardan har biridan misol uchun qaysidan bir shengil qilib yiqqanman-da bu narsani. Bu
qayerlarda shu oshpazlik o'rganish uchun faoliyat yurg'izdingiz yoki misol baribir nimadir o'rganish uchun qayerlardadir ishlaydi-ku odam, to'g'rimi? Qayerlarda bo'lgan shu faoliyat? Faoliyatmi? Tak, o'rganish uchun faoliyatimiz bo'lmagan. Biz shunchaki men chunki yoshligimdan deyapman-ku, mana где-то bir 10 yil, 12 yil oldingi gapni gapirsam agar, mana to'ylarga salat, misol uchun shunaqa yordam berib, sekin-astalik bilan birinchi salatni boshlaganmiz. Masalan, mana karvin qilishni sekin-astalik bilan, shu keyin povurlikda mana oshga mana ko'p bo'lmadi-da, chunki oshga где-то bir 6 yilda bo'lib qoldi osh pishirishni boshlaganimga. 6-7 yilda. Povurlikda uch boshlagan vaqtimga o'sha 10 yildan o'tdi adashmasam. 10 yildan o'tdi-da. Men sal bilishim bo'yicha Rossiyaga ham borib faoliyat yurgizgansiz. Rossiyaga o'tgan yil u ham endi Rossiyaga borishimni birinchi katta sababi sog'ligim edi. Ozgina sog'ligimga muammo bo'lganligi uchun tak doktorlar tarafdan ozgina havo almashtir degan gap bo'lganligi uchun jo'ram bor, ham o'zimni jo'ram, ham shogird desam ham bo'ladi. Sababi birgalikda birinchi ish faoliyatimiz boshlaganmiz. Qo'rqmasdan osh markazi ochganmiz-da. Rossiyadan? Yo'q, shu yerda. Birinchi osh markazimiz o'sha jo'ram bilan ochgandik. U hozirda Rossiyada o'sha yur san olib ketsam agar o'sha yoqqa birga ishlaymiz deb, o'sha yoqqa ham restoranga borib povurlik qilganmiz. Rossiyaga ham juda bir yaxshi taassurotlar kelgan, lekin u yoqdan ham. Yaxshisi ham bu, yomoni ham bo'lgan, bari yaxshisi ham ko'proq baribir. Chunki ularni ham osh pishirib o'sha boshlig'imiz bor edi. O'sha kishi mana har yil ishxonalari juda katta ishxona, o'sha ishxonaga xodimlarga bayram qilib berishadi. Men birinchi borgan kunim 2 kundan keyin o'sha bayram ekan, o'sha bayramga o'zimizni oshni yaxshi ko'rar ekan. Ruslar ham o'zimizni oshni yaxshi ko'rar ekan. Yaxshi ko'rar ekan. Osh qilib berasan dedi. Tamom, osh biza osh. 20 kilo, 20 necha kilo oshni boshladik, Xudoga shukr. Aytgan masalalarni hammasini tayyorlab berishdi. Osh endi shunaqa chiroyli chiqdi. Ular unaqa oshni yemaganda. Yemagan bir payt chaqir, kim bu oshni qildi deb chaqiribdi. Biz qo'rquv bilan boramiz, nima bildi? Bilmaymiz hech nima qildi. Keyin hamma o'rtaga olib rahmat aytib, shuna buni olqishlab anaqa qilganga bir boshqacha bo'ladi-da. Baribir mehnatini shunday, mehnatni samarasi baribir boshqacha bo'ladi-da. Shu misol uchun osh pishirasiz, yana qanaqadir boshqa taomlaringiz ham baribir pishirsangiz kerak. Misol shaxsan menga qurtoba qilib berganingiz juda maza qilib bergandek. Yana qaysi ovqatlarni misol uchun o'zingiz maza qilib pishirasiz, bu birinchi savol. Keyin o'zingizga qaysi ovqat yoqadi ko'proq? Bari shu savolni berasiz deb o'ylagandim. Chunki bir savol berganim bilganingiz bilan oshpazlarni o'zi ovqat pishiradi-ku. Ovqatga juda injiq bo'ladi deb eshitganman-da. Bari shuning uchun siz ham uncha ovqatni yaxshi ko'rmasangiz kerak baribir. To'g'risini aytsam, achchiq oshni yaxshi ko'raman. Mana to'g'rama qilib, mana kimdir Vodiycha deydi, kimdir Toshkent oshi deydi. O'shandan o'rtacha qilib olingan o'zimizda jaydari shu retseptimiz asosida yaratilgan oshimizni, o'sha oshimizni yaxshi ko'rib yeyman. Ikkinchi taomimiz adashmasam tuxumbarak. Tuxumbarak. Har yoqqa qilingan tuxumbarak pishiradi. Har yoqqa. Shu ovqat haqida gap ochilgan ekan, biz boyadan beri ovqat haqida gaplashamiz-ku. Men osh umuman boshqa mavzu bizda. Ovqatlanish boshqa taomlar boshqa mavzuda. Bir ajoyib fikr bor ekan. Qanchalik qo'llab-quvvatlaysiz bilmadim. Misol uchun men o'sha Toshkentda yo boshqa joylarda yurgan paytimizda ko'p kuzatganmiz. Vijdon shashlik degan nom bor. Vijdon shashlik katta brend kirgan nomlardan Olot somsa degan narsa bor. Misol uchun shunaqa joy nomlari bor. Shunga o'xshagan ayni bitta
tumanni yoki joyda nomiga qo'yilgan ovqatlar bilan o'sha joy mashhur bo'lganda. Misol uchun Olot degan tuman borligini ko'pchilik bilmasligi ham mumkin, lekin Olot somsani biladi. Biza shuncha Qiziltepamizda shuncha nima deydi, nomi chiqqan, o'zini faoliyati bilan hammaga manzur bo'lgan oshpazlarimiz bor. Hamma narsamiz yetarli, shuncha xalqimiz bor. Agar har qanaqasiga olib qaraydigan bo'lsak, biz ham arzimizda qaysidir taomimiz bilan yo bilandir nom chiqarishimiz kerak. Nima deb o'ylaysiz? Qiziltepada qaysidir ovqat bilan shu narsani qilish imkoni bormikan? Endi shu savolingizga 2019-yilda bo'lgan Navoiyda bo'ldi bu narsa. Ya'ni Toshkentda mana katta respublikaning eng katta oshpazlari, ya'ni shef-povurlari kelib Navoiyni festival bo'ldi. Festival endi to'g'ri yodimda yo'q, uni to'liqroq tushuntiramiz. Xullas o'sha yerda mana xullas boshqa viloyatlar mana Navoiy viloyati, hamma viloyatlarga borilgan Navoiyga kelib, Navoiyning tumani mana Qiziltepa boshqa hamma joyini yig'ib o'sha yerga yangi retsept asosida yaratilgan mana ovqatlarni pishirib shunga ko'rgazmada bo'ldi. O'shanga o'zimni mana shashlik samsa degan narsani ixtiro qilgandim. O'sha ixtiro qilgan vaqtimizga o'sha shashlik samsa bilan o'sha yerda qatnashdim men. To'satdan bo'lib qoldi, chunki men bexabar bo'lib qoldim. To'satdan borib shashlik samsani qilib o'sha katta shef-povurlarimizni ham loyiq qoldirganman. Chunki ular birinchi marta yeyishdi. Chunki o'sha shashlik samsani yegan vaqtingizda ikki xil ovqatni yeganday bo'lishingiz kerak edi. O'sha narsaga juda ahamiyat berilgandi. Siz yegan vaqtingizga ham samsani, ham shashlikni. Shu taraflama men u yerda boshqacha bir taassurot bilan kelgandim. Ularni o'ziga juda yoqib qolgandi-da. Mana shu shashlik samsamizni Qiziltepadan chiqdi deb o'zlarining kitoblariga ham yozib qo'yganlar o'sha katta shef-povurimiz. Retseptlar asosida mana juda yoqdi. Hozir taklifingiz misol uchun Qiziltepa somsa shashlik deb nom qo'yib shunaqa menyularga kirgizish kerakmi yo? Menyularga endi ko'p joyga men internetlarga bu narsani qo'yganligim sababli ko'p joylarga bu narsa o'sha pishirilishni boshladi. Baribir mana misol uchun biz ham misol uchun qaysidir taomni ko'rganmiz, o'shanga o'xshagan shashlik samsa o'sha qayerlardadir pishirilyapti. O'zimizga nasib bo'lsa niyatim bor. Xudo xolasa bu narsani o'sha osh markazimizga qilish niyatim bor edi. Buni aytmayman degandim, lekin yurib oldik. Qarang, jiddiy taklifda. Misol uchun agar g'ijduvonliklar shu o'zini retsepti asosida shashlik pishirib, mana g'ijduvon shashlik deb taklif qilmaganda edi, shu Toshkentdagi yo Amerika yo Rossiya yo Yaponiyadagi oshxonalarga g'ijduvon shashlik deb menyuga yozilmagan bo'lardi-da, to'g'rimi? Shunday. Shunchaki yangisi retsept qanaqadir nom bilan chiqib ketgan bo'ladi-da. Shunday. Shuni mana hozir imkoniyatimiz bor, qancha odam ko'radi, kuzatadi bizani. Qiziltepa shashlik samsa degan agar kimdir o'zini oshxonasiga shunaqa menyusiga qo'shmoqchi bo'lsa agarda, balki sizga chiqib ruxsat so'rash kerakdir yoki so'rash kerak emasdir. Qanaqa fikrdasiz? Endi Qiziltepada bo'lsa agar baribir ruxsat so'ralishi kerak. Qiziltepada bo'ladigan bo'lsa, so'rash kerak. Telefon raqamlari bor, profillariga Ozod Chef deb chiqadi. Instagramlari, raqamlari turibdi. Bemalol telefon qilib maslahat olib, ruxsat olib, qilishlaringiz mumkin. Ming qilganda ham shu retseptni birinchi olib chiqqan inson shu kishi bo'ladilar. To'g'rimi? Shunday. Shu ruxsat so'rab qo'ygan yaxshi, lekin agar biz xohlagandek Qiziltepa shashlik samsa degan nom bilan tarqalsa, butun O'zbekiston va butun dunyoga qaysidir ma'noda ko'p bir saodatga qolganmiz, bo'lamiz degan narsada yaxshi bo'lishi mumkin emas. Aytgina pauza qilib bo'lyapti o'ziga. Bo'ladi. Yaxshi ketamiz. Yaxshi ketamiz. Yaxshi ketamiz. Sizga qo'p. O'chirmadingizmi? Yo'q, hozir. Montaj o'zim qilaman, baribir. O'zim kesib tashlayman. Ha. Mana endi qiziq joyga yetib kelamiz. O'zidagi yana ozgina
xohlasangiz yo'q demasangiz agar shaxsiy hayot haqida gaplashsak, maylimi? Mayli. Nima deymiz endi sizlar yo'q deb bilmaydi cho'qa. Agar ozgina ma'lumot berishni xohlasangiz, shaxsiy hayotingiz, oilangiz haqida nechinchi yilda uylangansiz? Nechta farzandingiz bor? Oilaviy qanaqasilar hozir? Xo'sh, 2015-yilda uylanganman. Hozir kecha kunduzda bir o'g'lim, bir qizim bor. Allohga shukr. Turmush o'rtog'imiz shu o'zimizda Barozin mahallasida maktabga faoliyat yurg'izadi, o'qituvchi bo'lib. O'zimiz yaxshi yashab yuribmiz, Allohga shukr. Istayman. Chunki Alloh tarafdan har insonga misol uchun qanaqadir ne'mat beriladi-ku. Shu bir qiz, bir o'g'lim bo'lishini juda xohlaganman. Shu juda xohlagan narsamni Alloh tarafdan berilgan. Istayman. Allohga shukr. Umrlari uzoq bo'lsin. Farzandlaringizni rohatini ko'rib yuring. Rahmat. Noqulay desam boshqacha bo'lar. Bitta iflos savol bordi. Ya. Chota sizni savollaringiz juda ko'payib ketyapti-da. Nechta xotiningiz bor ekan? Ya. Bugungi kunda aktual savol safiga kiryapti-da bu ham. Yo'q. Hurmatli kuzatuvchilar, bu osmonga qarab san'at deb hisoblamaydi. Yo'q, unaqasi yo'q. To'g'risi, bittagina o'zimni shaxsiy qonuniy juft halolim bor. Baxtli bo'ling aka. Endi kayfiyat ko'tarish uchun ozgina savol, hech kim uylamasdan yana jiddiylashib ketdi bo'ladi. Kayfiyat ko'tarish uchun. Shunday. Ana endi bitta narsa haqida so'rasak, agar bugun shu narsa haqida to'liqroq ma'lumot berishni xohlasangiz, misol uchun men bilaman bu narsani, yo oldinda yurgan ikki odam biladi. Hamma bilmaydi-da bu narsani. Siz o'sha o'zingiz har doim seshanba, payshanba kunlari osh pishiraman dedingiz-ku. Shu pishirayotgan mis qozoningizda Amirolimxon kelib ovqat yegan ekan, osh pishirib yegan ekan. Shunda vaqtda shu tarixiy men ko'rsatgan edingiz, osh pishiradigan idishlaringizni shu haqida ozgina ma'lumot berib man hozir kecha kunduziga ikkita qazonim bor. Bittasi sal kichikroq, bittasi sal kattaroq. O'sha sal kichikrog'i juda qadimiy. Rostdan ham mana shu yerda bizning o'zimizda Berishun qishlog'ida ismlari hozir yodimda kelmadi. O'sha kishi mana Amirolimxonga yo'lda mana bu yoq nimaga ketadigan vaqtlariga Karmana, adashmasam, Karmanaga ketadigan vaqtlariga choparlar kelib bu kishiga aytgan, mana o'sha yo'l ustida bo'lgan qo'rg'on deydim endi, dam oladigan joy deydim endi. Shunaqa joy hozir ham mavjud menimcha. Adashmasam o'sha hovli bo'lib qolgan hozir. O'sha hovliga to'xtab askarlar bilan o'sha qozonda eminna osh yeb, keyin yana yo'lni davom etkazilgan. U mana biza yoshlar unchalik bilmaymiz, lekin bizadan katta mana bobolarimiz, yosh kattalarimiz bizani o'sha Berishun qishlog'iga juda yaxshi bilishadi o'sha. Juda yaxshi bilishadi. O'sha kishi mana osh qilib, o'sha Amirolimxonga osh qilib mana tayyorlab berganlar, keyin yana yo'liga davom etkazildi. Qanchadir asrlik tarixi bor degan. U hisobladik, где-то 2 asrga teng. 2 asrlik qozon, 2 asr. mis qozon. Mis qozon 2 asr oldin tayyorlangan. 2 asrlik o'rtoqlik, 2 asrlik qozonda Ozod aka hali ham osh pishiradi. Shu tarixga qo'shilaman desangiz, borib seshanba, payshanba kunlari oshlardan yeb ko'rishlaringiz mumkin. Zaten so'zim bordi, gapsiz bo'lishi mumkin emas. Bu yaqin atrofda yo'q aka. Ortiqcha maqtashlasiz, men yeb ko'rdim-ku, misol uchun. Bunaqa osh bilmadim. Bu yaqin atrofda yo'q. Qiziltepada balkim bordir. Kimdirga buyurtma qilib shunaqa pishirtirish mumkindir o'sha kun aytganimdek, lekin siz pishiradigan, har hafta pishiradigan oshni qo'shmani yeb ko'rmagan. Biz ko'proq mehrni solamiz. Ko'proq mehr qilasiz. Mehrdan tortmaymiz. Mehrdan, bar mehr bilan tayyorlangan har bir taom shirin bo'ladi deb hisoblayman men. Mehr deb
go'shtdan misol uchun sarsa yo piyoz yoki yog'. Har bir porda o'zini sekreti bo'ladi-ku. O'shanda mehr ham qo'shilgan bo'ladi-da. Endi baribir mehr bilan tayyorlangan taom boshqacha bo'ladi. Cho'michingiz haqida ham gapirib bering. Cho'michimiz даже undan ko'proq asrga teng. Qozondan ham ko'p. Chunki unga adashmasam 4 asr deb belgilandi. Bir ikkita, uchta o'shani tushunadigan mutaxassislarga ko'rsatdik. Bu juda ham undan oldinroq, qozondan ham oldinroq tayyorlanganda. Bular qozonim ham, cho'michim ham ruchnoy usulda. U vaqtlar mana hech qanaqa listdan qayirib saqlanmagan. U mana o'zini qanaqadir ustalari bo'lgan. Endi oldingi vaqtlarga o'sha основной mis narsalarga iste'mol qilingan har bir taom. Chunki shu narsani ham hozir aytib ketaylik. Misga tayyorlangan ovqatni inson organizmiga juda katta foydasi bor. Mana hozir kecha kunduzga aliment chiqdi, nerjavika chiqibdi-ku. Ular misol uchun to'g'risi ozgina misol uchun nima bo'lsa ham, lekin misga tayyorlangan ovqat ham shirin bo'ladi. Ham juda inson organizmiga foydali. Ko'pchilik mana shu hozir xabar yo'qda bu narsadan ham osh sofi deytishni bo'ladi. Qancha ko'p yesa ham odam misol uchun o'ziga mana semirib ketish yoki bo'lmasa bir xolesterin ko'tarilishi, davleniya ko'tarilishi unaqa narsa yo'qda. U chunki qovurilmaydi, hamma narsasi qaynatilib ketma-ketlikka solinadigan narsa. Shu bilan osh sofi tayyorlanadi. Buni endi Buxoro xalqi juda yaxshi biladi, sababi osh sofi o'zi birinchi Buxorodan chiqqan. Bu ham Buxorodan chiqqani sababi ham o'sha menimcha taxminim bo'yicha shu Amir Olimxonga yetib keladi, yo'q. Buni to'liq mana ma'lumotini olmadim. Bitta yaxshi bobomiz aytib berayotgandi. Men o'zim ish jarayonida edim, chunki o'sha narsani yaxshi eshita olmay qoldim. O'sha mana baribir aytishim kerak bu narsani. Adashmasam yo Amir Olimxon yo undan oldingi qanaqadir mana Amir bo'lgan vaqtiga xullas oshni yaxshi ko'rgan, lekin qovurilgan osh mumkin bo'lmagan unga. Shunga hamma povurlari-yu oshpazlar keyin doktorlari mana oldidagilar shuni o'ylab topilgan. Osh sofini topilgan. Osh sofini o'shanaga paydo qilishgan, ixtiro qilishganki, o'sha Amir misol uchun yegan vaqtiga oshni yaxshi ko'rgan, lekin tez hazm bo'lmagan. U bitta joyga o'tiribdi-ku. Bizga o'xshagan harakat qilmaydi. O'sha uchun bu narsani keyin o'ylab topilgan. O'sha vaqti zamonda endi nechidir asr oldin yaratilgan bu narsa. Bu to'liq ma'lumot yana beramiz, xudo xolasa to'liq ma'lumotni qanday yaratilganini. Ha. O'z faoliyatingizni sal oldin aytganimizdek, ijtimoiy tarmoqda, Instagramda yaxshi yoritib borasiz. Shu nima deb o'ylaysiz? Qanchalik sizni o'z faoliyatingizga shu narsa faoliyatingiz rivojlanishiga yordam berdi yoki qanaqadir ta'sir ko'rsatdi? İjtimoiy tarmoq yaxshi effekt berdi. 60 ga 40 desam ham bo'ladi. 60% yaxshi effekt berdi. Chunki endi misol uchun yana bir narsani ham olib kelish kerak. Siz misol uchun reklama qilyapsiz, taomingiz zo'r bo'lsa, klientingiz qoladi. Agar yaxshi bo'lmasa, u baribir bir marta keldi, ikkinchi marta kelmaydi. İjtimoiy tarmoqning foydasi sizni ommaga ko'rsatib berdi. Masalan, kimdir mana oddiy misol mana shu Turkiyani olib kelsak ham, o'sha odam misol uchun Instagramga obunachim kuzatib borganligi uchun meni tanladi. Bo'lmasa O'zbekistonga borgan emas. To'g'ri. Shu uchun foydasi bor. 60% baribir foydasi bor ijtimoiy tarmoqda. Yana chaqirdi deb eshitdim. Ha, hozir nasib bo'lsa bahordami adashmasam yana hozir chaqirishamiz dedi. Yana bitta baribir osh qilib berasan deb. Shunaqa shart bilan o'zi qo'yirishdi yerda. Instagram pasportim yo'qligi uchun bora olmagan edim. Keyingi safarga tayyorlab turishga harakat qilaman. Shunday, lekin sizga taklif bor edi, lekin bilaman. O'z Instagram pasportim yo'q edi. Xo'p. Ana endi yana bitta bir ajoyib savol bor-da, Ozod aka. Mana nimaga men ijtimoiy tarmoq dedim?
Sizda oshpazligingizda, umuman shu osh pishirishingizda misol uchun kerak bo'lsa maktab bolalari ham, boshqalar ham Instagramda hozir 12 mingdan ortiq obunachisi bor-da, 19 ming. 19 ming deylar. Ancha bo'ldi. Yo'q, podpisingizga qaraman. 19 ming, 20 ming yaqin obunachisi bor. Sizni umuman Instagramga kirib, siz haqingizda bemalol ma'lumot olish mumkin-da. Lekin yosh katta oshpazlarimiz ham bor-ku, shu Qiziltepada faoliyat olib boradigan, necha yillardan beri xalq xizmatini qilayotgan. Endi ular bunaqa narsani tushunmaslar, balkim yurgizmaydilar. Lekin shu zamoni zayli bilan ularga nisbatan sizni ko'proq odam taniydigan vaziyat bo'lib qolganda, hozir biz xohlaymiz ham yo'qmi? Shunday. Shu agar imkon bo'lsa, agar hozir e'tirof qilib aytib o'tsak, Qiziltepamizdan nomi chiqqan, uzoq yillardan beri xizmat qilib yurgan ustoz oshpazlar bor bo'lsalar, agar ular bilan qanaqadir misol uchun birga xizmat qilgan joylaringiz bormi, biron joyda yo ko'rishgan, uchrashgan joylaringiz bormi? Bor, albatta, bor. Chunki baribir bizadan oldin oshpaz bo'lgan har bir oshpazimizni biz ustoz deb bilamiz. Chunki baribir bizadan yoshi baribir ularga peshqizlik qila olmaymiz. Bizadan keyingi pokoleniyalar to'g'ri, lekin bizadan oldingi pokoleniyalar ustoz deb bilamiz har birlarini. Bor, juda Mang'ozda mana Qahramon akalar borlar misol uchun. Bizning o'zimizda Yusuf aka borlar. Juda xalqimiz yaxshi biladi. Xo'sh, Qiziltepada endi ko'pchilikni taniyman, lekin mana 100% misol uchun ismlar qolmaganda, chunki faoliyat yurg'izganmiz. Misol uchun qayerdadir misol uchun men ovqatini qilgan bo'lsam, u kishi boshqa ovqatini qilganlar, yo bo'lmasa ovqatini qilib men salatini qilganman misol uchun. Azat salatlar, yo meva kesganmiz. Shunaqa bilan tanishganmiz, endi yodimda qolmadi, ko'p katta povurlarimiz bor. Juda misol uchun endi siz aytganda ijtimoiy tarmoqda bo'lmasalar ham, lekin xalqimiz juda ovqatlarni sevib, yaxshi ko'rib, yeb rahmat aytgan katta povurlarimiz juda ko'p o'zimiz Qiziltepada. Shuni aytmoqchiman-da. Qiziltepamizga ko'p, juda ko'p. Shunday. Bir kun emas, bir kun shu intervyu beraman deb men o'zimga o'zim niyat qilganman-da. Baribir Xudoyim taolo tarafdan baribir qanaqadir imkoniyat beriladi deb o'zimga o'zim baribir bergandim. Chunki aytdimku, qiyinchilikka katta bo'lganmiz deb. Shuni endi balkim kimgadir qiziqdir, kimgadir qiziq emas biz uchun, lekin baribir aytishim kerak. Keyin oxirida aytib qo'ymaygin, sraz aytaykin, yoshlarimizga ham bir men o'zim yosh bo'lsam, lekin baribir yoshlarimizga yaxshigina bir taklif. Hozir kecha kunduzga hech bo'lmasa bitta hunar o'rganing. Bitta hunar o'rgansangiz, hunar hech qachon bitta yoshlarimizga xullas bittagidan tavsiya. Hunar o'rganish kerak, albatta. Hunaringiz bo'lsa hech qachon xor bo'lmaysiz. Chunki bu narsani men yoshligimdan mehnat qilib shu darajaga yetishganim uchun aytayapman. Chunki hozir kecha kunduzga ko'p yoshlarimiz unchalik nimaga yo'qda, mana mehnat qilish, oson pul topishni o'ylaydi. Ko'p bor-da endi. Lekin o'zini kuchi bilan erishadigan yoshlarimiz ham bor. Lekin o'sha mana o'zini ko'tara olmay mana yurgan yoshlarimizga tavsiyam hunar o'rganish kerak, albatta. Siz o'qiysizmi, boshqa qilasizmi, yoshligingizdan bitta hunaringiz bo'lsa, hech qachon xor bo'lmaysiz. Shu yoshligimizga mana endi qiyinchilik deganimizga bizning xolodilnikimiz dashi yo'q edi-da. Xolodilnikimiz yo'q edi, to'g'risi tan olish kerak. Mana shu Qiziltepaga qarindoshimiz bor-da, amakimlar uylariga. Shu yerga kelib xolodilnik shuni ochsam agar hamma narsa shuni aytdilar. Ular yemaydi. Ular yemasdi. O'sha xolodilnikdan yaxshi ko'rgan narsalarini yedim. Aslida yaxshi ko'rgan narsamga savol bermadi. Nima yaxshi ko'rasan deb. Lekin savol berdim. Ovqat dedingiz, lekin shirinlikni juda yaxshi ko'raman. Shirinlikni yaxshi ko'rasiz. Shirinlik desa agar xullas shu shirinliklardan yerdik, boshqa qilardik.
hozir kecha kunduzga Allohga shukr biz endi bu narsani nima demoqchiman. Hozir men xolodilnigimga ikkita xolodilnigimiz, ikkita xolodilnigim ochsangiz hamma narsa bu bachalarni yemaydi. O'sha vaziyat sizga Shunday. O'sha vaziyat hozir shunday bo'lyapti. Yemaydi. Yemaydi. Hozir bachalarim shunday ochadi, yemaydi. Lekin bular ham yemasdi, men borib yerdim-da. qanaqadir nima deydi? Alloh yetkazdi, shukrlarga. Shunday, ha. Shu misol uchun bu narsani nima uchun aytdim? Endi qiyinchilik bilan, sekin astalik bilan har bir narsaga erishyapmiz-da. Shu uchun aytdim. Qiziltepaga mana sizlar mana ish faoliyatini yurg'izibsizlar, avvalambor. Rahmat sizlarga. Shu Qiziltepamizni mana shunaqa yaxshi joylarni mana sekin astalik bilan elga tanityapsizlar. Ko'p narsani misol uchun bo'lgani bilan, masalan, restoranlar yoki bo'lmasa qanaqadir nima desam bo'ladi, ishlab chiqarishlarni baribir boshqa viloyatlar bilmaydi, sizlar tarafdan bilishyapti-da. Misol uchun shu yaxshi mavzu ochildi. Mana o'zimga buni profil nomer yozilgan turibdi. Toshkent viloyatidan, Xorazmdan, Vodiydan telefon bo'ladi-da. Sizlarni kuzatyapmiz. Like bosyapmiz, qo'shimcha qilyapmiz deb so'rayman. Misol uchun Qiziltepa qayerdaligini bilasizmi o'zi debdi. Yo'q, qayerda edi u deydi. Men tushuntiraman, shunaqa deb. Misol uchun butun bir xil qo'yilgan videolar 200 ming, 300 ming, 400 ming marta ko'riladi-da. Qiziltepamiz o'zini aholisini oladigan bo'lsak, 160 mingdan ortiqroq aholimiz bor ekan. Shunday. Bu degani boshqa chetdagi insonlar ham ko'p kuzatyapti bizani degani. Ya shunday. Hozir bitta videomani bilsangiz agar mana shu o'sha qozon ustiga o'sha qozonga yog' soladigan jarayoni bor-da, o'zi aslida o'sha bilan o'zi ko'pchilik biladi. O'shanga negativlar ham bo'lgandi-da. Juda ko'p bo'ldi negativ. O'shani kuzatuvchisi arasida mana chet eldan ham u, chunki 5 million 800 prosmotr bo'lindi-da. Xalqaroga chiqqan. Ha, xalqaroga chiqib ketdi o'sha videomiz. O'sha muhokama bo'ldi. Men har bitta kommentariyaga o'qib javob qaytargan vaqtim bo'ldi. O'sha vaqtga mana chet elliklar yozganda, o'shalarni ham nima deydi uni? O'zimiz o'qidigan qilib tarjima qilib o'qib qaytib obratni javob yozganman. Ha, shu darajaga. Nima savollar berdi? Bu nimada o'zi zaharli nima? Buni qop-qora narsani quyapsiz, bu odamlar uchun ko'rmagan bu narsa uchun ular uchun qiziq bo'lib qoldi-da. Qiziq bo'lib qoldi shu narsa. Chunki baribir endi ko'rmagan narsangiz har bir insonga qiziq bo'ladi-da. Bu yog'ni quyilishi o'zi bir o'sha osh sofini asanoy tayyorlanish usulida shu. Yog'ni quydiz, u hech qanaqa odamga zarari yo'q. Uni borot foydasi bor. Chunki qovurilgan narsa bilan qaynatuvdan yog'ni solish hech qanaqa ziyoni yo'q-da uni. Yana bir kun nasib bo'lsa siz bilan bu intervyumiz tamom bo'lmadi. Bitta o'sha osh sofini tayyorlanish jarayonini noldan ko'rsatib beraman. Kuzatuvchilarimiz uchun bu qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yasizlar, iltimos sizlardan. Agar qiziq bo'lsa, videoni olamiz xudo xolasa. Boshidan, ha? Da, boshidan noldan hammasini ko'rsatib, kim uchundir qiziqdir, kim uchundir o'zi uchun o'rganib oladi. Boshidan degani noldan. Bozorlik qilishdanmi shunda? Endi mana bozorlik qilishni ham qo'yib beramiz. Bozorlik qilishda ham nima mahsulot olishlarni hammasini qo'yib beramiz. Boshidan noldan o'shani qanday osh sofini tayyorlanish. Bar to'liq video ko'pchilikka qiziq. Nasib. Siz aytgandek, yo bir aniq bitta son ayting-da, hech bo'lmasa misol uchun 10 ta odam so'rasa yo bizani kuzatuvchimiz 10 ta emas. Yo'q, men hech bo'lmasa 10 mingta desangiz ham bo'ladi. Baribir yozsa, men misol qilayotdim-da, misol uchun 100 ta odam yozsa. Ayting, xohlagan son ayting men. Endi sonmi? Songa kelsak, keling 5000 kishi.
5000 kishi yozib biladi, men 5 bilaman. mingta odam yozsa, biz shu videoni olamiz. 5 mingta odam yozsin. Men sanab chiqaman bitta. Videoni olamiz nasib bo'lsa. To'liq videoni chiroyli qilib xalqimizga ko'rsatamiz. Baribir ko'pchilik uchun qiziqda bu. Nasib. Menga ham juda ham qiziq. Ozod aka, men shu suhbatimiz boshlayotganimdek, bugun 2025-yil 17-oktyabr, ro'parosa 1 yil oldin shu Qiziltepada bugun kanali ochilgan, Instagramda faoliyat boshlanganda. 18-oktyabr kuni juma kuniga to'g'ri kelgan ekan. 1 yil surilgan, bugun juma kuniga o'tiribmiz. Fayzli kun. Jumalaringiz muborak bo'lsin. Rahmat o'zingizga ham. Birinchi mana 1 yil ichida birinchi shunaqa o'tirib intervyu olishimiz shaxsan men shu kanalni ochgan egasi sifatida intervyu olayotgan insonim siz bo'lyapsiz. 1 yil to'lgan kunda. Endi shunaqa bir odat qilsak demoqchiman-da. Qanaqaki, misol uchun siz aytsangiz, sizdan keyingi odam kim bo'lsin intervyu oladigan inson? Keling 1 yildan keyin emas. Yo'q, mayli 1 yildan keyin emas. Umuman olganda keyingisi. Keyingimi? Keyingi inson. Qiziltepalik sizga o'xshagan qanaqadir o'zini ish faoliyatini yurgizadigan, ko'pchilikka qiziqarli inson bo'lishi kerak. Keling buni ham men kommentariyaga tashlasam. Chunki kommentariyaga tashlasak deganim sababi mayli, men o'zimni shaxsiy fikrimni ham kommentariyaga yozib qo'yaman. Xo'p. O'sha vaqt. Hozir emas. Hurmatli kuzatuvchilar, siz kimni tanlagan bo'lardingiz keyingi ishtirokchi? Kommentariyaga yozib qo'yasizlar, iltimos sizlardan. Intervyu olishimiz uchun. Da. Shunda yaxshiroq variantni xalqimiz bersin, bizning kuzatuvchilarimiz bersin. Mayli, ma'qul. Menga ma'qul. Ancha yaxshi suhbatlashdik. Siz haqingizda bir qanaqadir umumiy taassurot shakllandi. Yana shu boshda aytganimdek, shu suhbatga rozi bo'lganingiz, shuncha vaqt ajratganingiz uchun kattakon rahmat aka. Hurmat, e'tiboringiz uchun alohida kattakon rahmat. Sizlarga ham kattakon rahmat. Men birinchi bo'lib meni chaqirganlaringiz uchun rahmat. Men birinchi sizga yozganimni eslayman-da. Kechroq yoz, kechqurun o'yladim, umrlarda. Ancha kech edi. Ancha kech edi. 12:30 edi. 12:30dan yozgan edim. 2 soatlarmi gaplashgan edik. Shunday. Bilasizmi? 2 soatlarmi gaplashgan edik. Men siz bilan tanishib, shunaqa bir qanaqadir yaqin bo'lganimdan juda ham xursandman. Men ham. Sizda samimiy misollar ko'paysin aka. Ish faoliyatingizga har doim rivoj tilayman. Endilikdagi rejalaringiz qanaqa nasib bo'lsa? Nasib bo'lsa, xabarlaringiz bor. Mana ko'pchilikda balkim xabari yo'qdir, lekin ko'pchilikda xabari bor. Sababi nolda mana shu azobotimizga bir yaxshi do'stimiz bilan hamkorlikda osh markaz qilyapmiz. Joy qilyapmiz. Xudo xolasa o'sha mana shu faoliyat yurg'izib o'tirgan joyimizda yon tarafida mana bitta yaxshi zdaniya qilib taxladik. Xudo xolasa yaqinda ochilish, remont ishlari olib borilyapti. Ustalar har kun o'zim ham o'sha yerda bo'sh bo'lim degancha iloji yo'q o'sha yerga borib, misol uchun qarab turib, misol uchun yordam berib, boshqa qilib o'sha osh markazimizda xudo xolasa tezroq ishga tushirib, xalqimizga shu bir yaxshi fayzli joy qilish. Xudo xolasa uni обязательно mana ochilish marosimiga taklif qilaman. Xudo xolasa borasizlar. O ochilish marosimi ham o'zgacha bo'ladi. Hech kim qilmaganini qilamiz. Xudo xolasa niyat qilib qo'yganman. Uni aytmayman lekin. Ko'rsataman. Uni xudo xolasa ko'rsatamiz. Juda bir boshqacha ideya o'ylab qo'yganman. Hech kim qilmagan hali. Gap yo'q, gap bo'lishi. Hech kim qilmagan ideyalarni yaxshi ko'raman-da. Eksklyuziv deydi-da. Eksklyuziv narsalarni yaxshi ko'raman. Shunday. Gap so'z bo'lishi mumkin emas aka. Kattakon rahmat. Rahmat sizlarga ham kattakon e'tibor uchun avvalambor. Xalqimizga ham kattakon rahmat. Shu yergacha kuzni ko'rib, bitta like bosganlaringiz uchun. Rahmat. To'liq videoni Qiziltepada bugun YouTube kanaliga joylashtiramiz. Misol uchun siz hozir Instagramda kesilgan qisqa variant ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Qiziltepada bugun Instagram profilida, biosida YouTube belgisi bilan o'sha qo'yilgan. O'shaning ustiga bosib, YouTube kanaliga o'tib, bemalol to'lig'ini ko'rishingiz mumkin. YouTube kanaliga ham obuna bo'lib qo'ying.
shunaqa intervyular nasib bo'lsa ko'proq chiqadi endi. Xudo xohlasa. Nasib. Zud aka, rahmat, sog' bo'ling. Ishlaringiz Charchamang. Charchamang. Rahmat Rahmat aka. aka. Sog' bo'linglar. Charchamang.